Atlas, 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 ko'ylagim mani. Kitob o'qish bu o'zingga sarmoya kiritishning eng arzon va foydali yo'li. Kitob saodat kaliti. Kitob har qanday bilimning joni va yuragi, har qanday fanning ibtidosidir. Har o'qilgan kitob bu yurak va onga ochilgan yangi eshikdir. Kitob o'qimagan bir hayotda yashaydi, o'qigan minglab hayotda. Kitob bu jimjit ustoz. U hech qachon baqirmaydi, lekin doim o'rgatadi. Maqsadimiz yoshlarni va aholini kitobxonlikka jalb qilish. Milliyligimiz liboslarda mujassam, ma'naviyatimiz timsoli milliyligimizdadir.